Tasodif emaski, dietologlar kamida 20 ta gram oziq tolasi va bu 15 ga teng. Sabzavot salati porsiyalari. Oziq-ovqat tolasi hazm qilish tizimining optimal ishlashini ta'minlash uchun muhimdir. Ammo zamonaviy dietada ko'plab qayta ishlangan oziq-ovqatlar mavjud bo'lib, unda ozuqa tolasi miqdori juda kam. Ularning kundalik yetishmovchiligi tayyorgarlikning sekinlashishiga ta'sir qilishi va natijada ortiqcha ovqatlanish va ortiqcha vaznga olib kelishi mumkin. Har kuni yetarli dieta tolasi iste'mol qilayotganingizga ishonchingiz komilmi? Muvozanatli ovqatlanish sohasida mutaxassis Herbalife 100 tarkibiga ega vodka olma ichimligini taqdim etadi. Ovqat hazm qilish tizimini kundalik qo'llab-quvvatlash uchun zarur bo'lgan tabiiy oziq tolalar kompleksi. Faqat bitta porsiya suli olma ichimligi 25 beradi. Kunlik oziq tolasi ehtiyoji. Jahoriy olma ichimligi optimal kombinatsiyada eriydigan va erimaydigan oziq tolalar mavjud. Aynan dietologlar tavsiya qilganidek, erimaydigan oziq tolasi tananing tabiiy tozalash funksiyasini saqlashga hissa qo'shadi. Eriydigan foydali ichak mikroflorasining o'sishi va hayotiy faolligi. Bir porsiya suli olma ichimlikda 15 dan kam. Kilokaloriya, ayniqsa vaznini nazorat qilishni istaganlar uchun muhim. İchimlikda nozik olma ta'mi bor. Suli olma ichimligi nonushta paytida mustaqil ichimlik sifatida foydalanish uchun ideal. Shuningdek, formula 1 shakar yoki aloy asosdagi ichimlikka ham qo'shilishi mumkin. Bir paketda 30 porsiya bor. Suli olma ichimligini muvozanatli nonushtaning bir qismiga aylantiring va ertalab hazm qilish tizimining optimal ishlashini ta'minlashingiz mumkin.